Assalomu alaykum do'stlar. Xayrli kun hammaga. Bugun Xudo xolasa mana 25-iyun Sreda. Irkutsk shahridan Yandex bo'yicha ma'lumot beramiz. Ekonom tarif albatta kuzatib boringlar. Zakazlarni ko'rsatamiz. Ishlar qanday bo'lyapti? Narxlar qanaqa? Barchasini kuzatib boringlar do'stlar. Xudo xolasa ishni boshladik. Bismillah. Yo'qdik, dars ishlaymiz. Ko'ramiz qayerga zakaz beradi. Necha kilometr, puli qancha bo'ladi. Biz zakazimizni oldik, mana Surnova tomonda edik, Kitaygorik tomonda, to есть Melnishная 9 dan sentrga beribdi, Kajova 9A ga. Kilometri 7 kilometr 25 minut. Probga boshlanadigan payt qo'ygan shu soat 4:56-5. Ko'ramiz do'stlar. Bugun bizda havo cho'ta aynayapti. Obeddan keyin bilmayman yomg'ir yog'adimi, shamol bo'lyapti. Zakazlar ham yaxshi bo'lsa kerak kechki mahal. Biz kunduz ozgina ish qildik. Nechta zakaz qilgan ekanmiz? 6 tami, 7 tami qildik. Hozir ko'ramiz. 7 ta zakaz qilgan ekanmiz, 8 ta zakaz qilibmiz. Hozir birinchisi bo'ldi, 8 ta bo'ldi. 8 ta zakaz qilgan ekanmiz. Hozir mana endi chiqyapti 9-zakazimiz. Klientimizni kutib turibmiz. Olamiz, sentrga haydaymiz. Bizda kilometri 7 kilometrda yarim soat yurdi. Я села. Просто все, что я села до чая. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай. Yetib keldik. 29 minut, почти yarim soatda kelibmiz 7 kilometrga. Oho, zavers qilamiz. 520 rubl. Probka normalniy nima bo'lyapti? Жесткий probka. Hozir yoqdik. Kutamiz. Rodi koeffitsient sentrda 130 ko'rsatyapti. 130-140 bilan berish kerak. Ko'ramiz qayerga tashlaydi hozir. Yarkamoldan Yuratenaga. Normalniy. Aytganimdek 150 rubl qo'shib berdi. Liniyadan chiqamiz, Yarkamolga boramiz. Kilometri do'stlar, hozir aytaman, olib boradigan kilometrimiz 4,5 kilometr ekan. Lekin dahshat turibdi mana. Yomg'ir ham yo'qsa kerak menimcha, xudo xolasa. Shamol normalniy bo'lyapti. Normalniy boshlandi. Скорее всего, uragan o'xshaydi. Kecha Krasnoyarskda bo'lgan ekan. Novostidan ko'rsatadi. Keldik, klientimiz olgani, namestdan ezamiz, Yarkamoldamiz. Qani bizni klient? Ichkaridami ekan? Kutamiz. Chiqishini kutamiz do'stlar. Союза? Можно я приоткрою, да? Да, можно, конечно.
bor-da Zay. Да. Пожалуйста. Все, спасибо, до Всего свидания. доброго. До свидания. Opel tushirdik do'stlar. 4,5 kilometr 414 rubl bo'libdi. Dальше bu yerda koeffitsient yurayotganida 70 rubl ko'rsatyapti. Ну, в принципе, yoqsa ham bo'laveradi. Yoqdik, ko'ramiz qayerga beradi. Keyingi zakazimizni Opel tushirdik. 7 kilometrga keldik. Mangalga keldik. Mangal restoraniga 17 minutda kelibmiz. Zavyeshti qilamiz. Ay, telefon ishlamay qoldi. 466 rubl. Yonida Miraj restorani, bunisi Mangal restorani. Mangal, Miraj, o'rtasi plyaj. O'rtada plyaj bor. Mana shu yo'ldan tushib ketsangiz o'rtadan yo'l. Ko'rinyapti Mangal. Miraj yozdi. Miraj. O'rta yo'lda mana shunday tushib ketdi. Mana plyaj. İşimiz devam ettiramiz do'stlar. Do'stlar, ishimiz davom ettiramiz. Sentrdaman. Hozir bizda kech bo'lib qoldi. 9:17 bo'libdi. Soatimiz ham 9:17. Hozir yomg'ir ham boshlandi. 2 soat Mo'y rayonida yo'qamiz. Mo'y rayonga qo'yamiz. 2 soat shu bilan Damoy padaman. 4,5 kilometrga qo'ydim. Mana birinchi zakaz tashladim shu Mo'y rayonida. Sovetskiy 58 dan 2 tali adres ekan, Polsha 39 va Solnishniga. 310 koeffitsient bilan beryapti. İlk olib boradigan kilometrimiz почти 6 kilometr. 508. Ketdik unda. Sentr ko'chalardamiz do'stlar. Hozir mana Sovetskiyga burildik. Karlarli mehsadan. Yomg'ir yog'ib, havo zo'r bo'lib qoldi. Daraxt yog'yapti. Kelib qoldik. Klientimiz olgani почти новый рынок, MTS новый. Oldin mana shu MTS новый bozor bo'lgan, eski bozor bo'lgan. Keyin торговый center solib новый рынок deb nomni o'zgartirib qo'ydi. Shu to'g'ridagi Yevropa gostinitsasi. Klientimiz Pyaterочка magazinda mana deb yozibdi. Pyaterочка magazinda. U yama. Yama pоймали. Keldik. Shularmi? Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то ушел дождь. Чё, сначала первый адрес у нас Постышева бульвар. 39. Да, Так, там шашлычная будет. Вообще правильный адрес 39, А12. Он почему-то Яндекс не дал поставить. Там ожидание будет, да? Нет, там просто забрать и все. Забрать. Там уже все оплачено. Хорошо. Do'stlar, 16 minutda kelibmiz. Zavyeshti qilamiz. И 526 rubl. Mana tashar do'stlar, 110 rubl qo'shib Krılatiga beryapti. Oldimizdagi domdan. Shunday o'tib 270 ga o'tib bor ekanmiz. 4 kilometr.
208 3 kilometrga borar ekanmiz Krılatiga. Ketdik. Do'stlar, olib kelib tushirdik. Adres изменения bo'ldi. Borsam, "Можно адрес поменять" dedi. Mayli dedim. Yubileyniga olib keldik. Onu zaviyosh qilamiz. И 311 rubl. Уже zakaz berib qo'ydi, adashmasam. Yubileyni 38-domdan 6-domga berib qo'yibdi. 1 kilometr. Lekin yomg'irda вообще yamalar ko'rinmayapti. Dahshat bo'lyapti bu yoqda. To'lki yama teryapmiz. Zakazdan ko'proq yama teryapmiz. İşte yomg'irda ishlash qishdan ham opasniy o'zi. Peshobotlar ham opasniy ko'rinmaydi. Ko'ramiz, hozirga yetib keldik. Chiqsin tashabbamiz 1 kilometrga. Здравствуйте. Просто там подъезд не указано был. Я не знаю. 6-й дом, да? Открыла? Да. Olib kelib tushirdik. 3 minutda kelibmiz. Zaviyosh qilamiz. 219 rubl bo'libdi. Yana minimalga berib qo'ydim. Adashmasam yana minimalga berib qo'ydi. Торговый centrdan Akademический to'riga kilometri 2,5 kilometr. Boramiz. Yubileyniy торговый centrdamiz. Klientimiz sentralniy xoddan chiqarmikin yo вроде sentralniy xod ukazat qilgan. Ko'ramiz. Chiqmagan. O'sha kelayotgan xizmagan. Здравствуйте. Здравствуйте. Академическая, да? Да. Olib kelib tushirdik do'stlar. 5 minutda kelibmiz. Zaviyosh qilamiz. 260 rubl. Poka что zakaz bergan yo'q. Yana vaqtimiz 50 minut vaqtimiz bor ekan. 1 soatga yaqin. Sentrga berganda yaxshi bo'lardi. Sentrdan korporativ zakazlar boshlangan. 2-3 adresda bitta qilib ursak, bittada ancha chiqarib olardik. Bitta berib qolar sentrga, tashab qolar. Bu bermasa ishni tugatib ketsa ham bo'lardi.
lekin Radujniyda yomg'ir yog'ayganicha tinib qolibdi. Sentr tomonlarda quyulyapti rosa. Do'stlar, bugun biz ish jarayonimizni tugatdik. Soat ham shu почти uyga kiradigan vaqt 10:50. Bugunga qilgan ishimiz hozir do'stlar. İşte zakaz qilibmiz, 20 ta zakaz qilibmiz, 7200. Agar Irkutsk shahridan qandaydir savollar bo'lsa, taksi bo'yicha, dokumentlar bo'yicha kimdir kelishga qaror qilsa, shaharga, Irkutsk shahriga dokument bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldira olasizlar do'stlar. Shunga qarab video chiqara olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonatlar. Assalomu alaykum.